Sizlar xayrli kun xabarga tuzimsizlar. Shartnomalarimiz barcha davom etyapti. Ukamiz Akobir, ular Toshkentda o'qir ekan. Assalomu alaykum. IELTS 5 darajasi bor, lekin shu holatda ham magistraturaga elektron viza bo'yicha gaplashdik, kelishdik, shartnoma imzoladik. Bu yerda hammasi tushuntirib o'tilgan. Xudo xolasa mana shu kuzgi semestrga inshaalloh biz olib ketadi degan yaxshi niyatlar bilan ishimizni boshladik. Sizlar ham o'ylanib turgan bo'lsanglar, gazni bosinglar, hozir klass paytda. Iloji bo'lsa to'piq IELTS bilan topshirishlar imkoni bo'lmasa ham bizda imkoniyatlar bor. Shunaqa gaplar. Ukamizda endi ozgina fikrlarni eshitsak, qanday topdi, bizni qanday keldi. Avvalambor assalomu alaykum. Men shu Instagram sahifasi bo'yicha topdim bu konsaltingni. Xudo xolasa ishonib turibman. Kuzgi semestrga Koreyaga ketish niyatdamiz o'qish uchun. Endi xudo xolasa niyat katta. Koreyaga borib o'qib, bilimlarimizni yanada oshirib yaxshi bir kadr bo'lib qaytib kelish.